Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz qancha o'zingizga qisqacha olsangiz. Men o'zim Qashqarning Maralbeshi Seriqbo'yining 3-ay komisining Abdulg'ani Musa bo'laman. Tuqqanlarni ko'rsatmay qancha bo'ldingizlar? Tuqqanlarni ko'rsatmagina onam bilan akalarim bilan ko'rsatmagina 3 yil bo'ldi. Bolalarim bilan ularningki ketgan bormi? Shu hammasi turmida. Anglashimcha 8 qarindosh va 8 qarindoshningki hammalar ichida. Bu onam Bu anam bo'ldi, bu akam cho'ng akam bo'ldi. Burun 5 yil turmada yotgan, Qur'on o'qitibdi u yerda. Keyin yana 3 yil yotdi, so'ng 8 yilda mador qilib yana jir ketdi. Shunda 8 yilda 8 ni oyog'ini ulab yetdi turmada. Mava bilan anam Nuhanimin bo'ldi. Nuhanimin bo'ldi, bu men. Biz Urumchi cho'ng bozorda tushganimiz. Mava mush akam shu 8 yil turmada, hozir men turmada. Gunohi yo'q, gunohi Uyg'ur olan gunohi bor. Ma tag'am bo'lmash tarbiyalash. Mava Abdurahmon degan elim buni Shanxay tutib ketgan. Shanxaydan hozir 2 yilda bo'ldi, hech qanday bir xabarlik yo'q. Mava mening ishga qizim, bular hozir shu tarbiyalash lagerida deb anglashimcha. Mava yana bir kızım, bu mu yok umudaki tarbiyeleş lagerda. Bu Nazira, bu Ayşe, bu Saliha, bu Hadice. Şu cami 5-6 Mava. Bu Enver, bu Mücahit. Bu Saliha, bu Hadice. Mana bu mening bu bashbadan men bu yog'i mangashdan burun quloq qavaqsa rasmot atib qubab yeb kelgan. Shu bas qolgan. Bu mening Xolida degan qizim. Men 8 qarindoshlarimga Tahir Musa, Axutun turmida, Eli Musa, Axutun yüz turmida, qonu mayma ayog'i ajib ketgan. Qali Musa degan o'ynim bor turmida. Gulbahor degan sanim bor ummu turmida. Abdurahmonjon ummu turmida. Eziljon deb menim bor ummu turmida. Bizning oila bo'yicha anam turmida, Arzugul deb o'qitish sanim bor ummu turmida tarbiyalashda. Ular jinoyat nima? Ular jinoyati Uyg'ur o'g'illik, vatanning egzi o'g'illik. Siz bu shikoyatni bu ikrom chiqishdan burun inson haqlari xalqaro kechirim tashkilotlariga sundum deganda qanday? Sundum, lekin o'ldan xabar taqammida. Bu javob siz bermaydi. Bundan keyin yani bu davomli da'vo qilamsiz yoki? Bundan keyin bu shu shu urug' tuqqanlarim bilan ko'rishgacha jambo'g'icha men bu da'voni davomlashtiraman. Bizning Cumhurbaşkanımız Erdoğan deydigan bir men Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslime biz Uyg'urlarga sahip chiqib bizga davoyimizga bizning mush qarindoshlarimizni, bolalarimni keltirib berishga men yordam qilsin deyman.